Kasallar orqasidan nima pul yeb yuradi deb o'ylaysizmi? Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Qalasiz? Qani Aziz aka? Yo'q. Reklama bo'yicha telefon qildim sizga. Ha, boya siz telefon qiluvdingiz. Qanaqadir oshxonami, nimadir reklamasi bor degandingiz. Aka, hozir qanaqa tushunasiz bilmadim, o'zi reklama emas edi-ku. Ha? Siz bilan ko'rishmoqchiman, chunki ozgina Nima masala bu? onamning mazalari yo'q. Ha, yo'q. Shunga istoriya qo'ydirmoqchi edim. Shunga operatsiya kattaroq pul kerak. Shunga bir istoriya qo'yib berishingiz necha pul deb keldim. Istoriya qo'yish berishim necha pul? Ha, o'sha. Kasallar orqasidan nima pul yeb yuradi deb o'ylaysizmi? Endi sizlar blogersizlar-ku. Yo'q, boshqa blogerlar yeyishi mumkin, lekin men tepada Alloh guvoh, mana kimlar o'tmagan joyda aytaman, men birorta kasallar orqasidan men shu paytgacha pul yemaganman. Bundan keyin ham yemayman. Harom luqmani men farzandimga, xotin bola chaqamga, oilamga olib kirmayman. Qog'ozlari bormi? Bor hamma narsasi. Reallik kasal bo'lgan bo'lsalar, men dushi chin ko'ngildan istoriya emas, post qo'yib berishim mumkin. Kartani ichidan o'zingizga kerakli dollarni yechib olsangiz bo'ladi aka. Do'layicha O'shandan yig'ib oladigan qilib aka. Rahmat. Bizga unaqa pul kerak emas. Kasallarning orqasidan shu paytgacha bir so'm pul yemaganmiz, olmaymiz ham. Kartingizni qo'yib berish kerak bo'lsa, oyingiz reallik kasal bo'lsa, boramiz, uyingizga ko'ramiz, sharoitni o'rganamiz. Qog'oz, ringing qog'ozlari bo'lsa, xalqqa olib chiqib ko'rsatamiz. Iloji boricha imkon bo'lsa, o'zim ham bir qism berishim mumkin agar reallik uydagilaringiz kasal bo'lsa, lekin sizdan menga bir so'm pul kerak emas ekan. Birortasidan pul olmaganman. Odamlarning e'tiborini tortish maqsadida endi chaqir, shov-shuvning narsani qilamiz. G'iybatni yoqda kimdir g'iybat qilish, boshqa tema bo'lsa, u narsani rekomendatsiyaga bittada olib chiqib ketadi. Yaxshi narsa qo'yadigan bo'lsangiz, hech kimga qiziq emas. Agar rostdan rozi bo'lib qo'yib beradigan bo'lsa, sizga videolar bo'ldi, menga syomka qilib tashing, men qo'yib beraman. Aka, ana jahli chiqmanimi? Yolg'ondan chaqirganimga knopkada tashab qo'yib, sekin o'tib ketaman. Xo'p, aka, ertaga aloqaga chiqasiz. Qanaqa to'xtab turing aka. Eksperiment olyapti. Yo'q, yo'q, rostdan. Kameramiz. Yo'q, kameramiz bor. Qayerda kamerangiz? Aka, kameramiz mashinaning ichida. Voy! Xafamasmiz aka, yo'q. Hali rozi qo'yamiz. Shu insonlarning asl basharasini ijtimoiy tarmoqqa olib chiqamiz. Lekin kimda o'sha qanaqadir bir nochorroq oila bo'lsa, qiynalayotgan bo'lsa, shu videoda karta raqam qo'yib berish kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol profilim biosida telefon nomerim bor, aloqaga chiqib yordam so'rasanglar bo'ladi. Salomat bo'linglar, o'zingizlarga aka, rahmat katta. Charchamang, xo'p. Kasallar orqasidan nima pul yeb yuradi deb o'ylaysizmi? Boshqa blogerlar yeyishi mumkin, lekin men tepada Alloh guvoh, mana kimlar o'tmagan joyda aytaman, men birorta kasallar orqasidan men shu paytgacha pul yemaganman.